Hammaga assalomu alaykum. Bugungi video Amerikaga yo'llar ochilishi haqida bo'ladi. Instagramda shu mavzuda juda ko'p savollar kelganligi sababli shu videoda qisqacha javob berishga qaror qildim. Avvalambor hammani tabriklayman. Chunki va nihoyat ko'plar kutgan kun yetib keldi. Jo Bayden Trampning AQShga chet elliklar kirishini taqiqlovchi farmonini bekor qildi. AQSh prezidenti Jo Bayden 24-fevral chorshanba kuni o'zidan oldingi davlat rahbari Donald Trampning yana bir farmonini, ya'ni mamlakatga ayrim toifadagi chet elliklarning kirishini taqiqlovchi hujjatni bekor qildi. Bayden Trampning ushbu qarori AQSh manfaatlarini himoya qilmasligini aytib, uning amal qilinishini to'xtatdi. Proklamatsiyada Trampning bu qarori AQShga zarar yetkazadi, shu jumladan AQSh fuqarolari va qonuniy rezidentlari oila a'zolarining o'z oilalari birlashishiga xalaqit beradi. Bu shuningdek AQSh iqtisodiyotini turli mamlakatlardan kelgan mutaxassislar ishlaydigan tarmoqlariga ham zarar yetkazadi. Va bu har yilgi Green Card lotereya doirasida immigratsion vizalarini qo'lga kiritgan odamlarga ham zarar keltiradi, deb izohladi davlat rahbari. Bu qarorning bekor qilinishi o'tgan yil Green Cardda yutib va intervyuga, ya'ni suhbatga kirolmaganlar yoki apreldan oldin vizani olganidan keyin chiqolmaganlar uchun juda yaxshi yangilik bo'ldi. Ammo ishchi vizasi hozircha 31-martgacha bandi ochilmagan va qachon ochilishi noma'lum. Lekin xalq bu vizani ham tez kunlarda ochilishini talab qilmoqda. Umid qilamizki, bu viza ham yaqinda ochiladi. Amerikada legalizatsiyaga hujjatlarini topshirgan va hozirgacha javob ololmagan immigrantlarning ishlarini ko'rib chiqilish boshlandi. Rossiyada turist vizasini olib Amerikaga kirolmaganlarni 1-martdan elchixonaga chaqirish boshlandi. Qozog'istonda ham turist va student vizalariga hujjat topshirish boshlandi. Bir yildir yo'llarning yopiqligi davlatga anchagina zarar keltirdi. Tez kunda Amerikada hayot yana eskisidan ham yaxshi bo'ladi degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun rahmat. Bugungi video shulardan iborat edi. Keyingi videoda uchrashguncha omon bo'ling.